Mana radiator chetidagi ledlari, logoni chetidagi ledlari, mana qarang, bittalab yig'gan lupariklarni. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, har doimgidek bo'lmagan narxlarda Cadillac Escalade V VIP logistikada $170,000 bitta ko'rib olasizlar shuni. Xuddi Mercedeslarga o'xshab insonlarni qoldirishadi. Bitta ko'rsatib keting. Supercharger motor, 602 motor V8 bo'ladi. 682 ot kuchiga ega, 0 dan 100 ga qo'zg'alishi 4 sekund. Qimmat koja, oq koja hisoblanar ekan. Internetdan ham kirib o'qsanglar bo'ladi buni. Ammo romdiki ko'jalik. Sen endi Abdul Fabagre masajlargacha bor. Bini bilasizlar, gapiradigan bo'lsa juda ko'p yorishtirdi. Tepalarimiz Alicantara, tom qismi panorama. Alloh hammaga yetqisa, yana qaytaraman. Menga eng yoqadigan joyi mana hamma. Karbon bunaqa panellari, EKG kolonkalar. Haqiqiy status mana shu mashinada. Orqa passajirlarimizga monitor, tom qismlarida pishalkalar. Aytgan qadrdonlar, bu namuna bizanikilar portda turibdi. Namuna sifatida foydalanib, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ayman bitta zavat qor. Ha, zavat qil. Bitta ovozini eshitib olamiz shuni. Shu video ostida qadrdonlar, bojxona yo'l kira yozib qo'yamiz.